Assalomu alaykum. YouTube kanalim hurmatli kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsim axborot xavfsizligi haqida. Buni turlicha nomlash mumkin. Axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik deyishadi. Ma'lumotlar xavfsizligi, kompyuter xavfsizligi. Buni turlicha nomlash mumkin. Aynan ko'pincha bu bir ma'noda keladi tushunishimiz bo'yicha va bu xavfsizlikni biz turlicha qo'llashimiz mumkin qurilmalarda, sizni telefoningizda ham, kompyuteringizda ham yoki dasturiy ta'minotlarda, boshqa boshqa fayllaringizda. Va bu xavfsizlik turlicha bo'lganida xavfsizlik juda yuqoriligi ham sizga yomon noqulayliklar tug'dirishi mumkin aslida. Ho'p, buni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsim prezentatsiya ko'rinishida nazariy ma'lumotlar beraman. Dasturlarda ishlash bo'yicha emas. Shundan oldin sizga tavsiya qilib ketadigan joyim bor. Telegramga kirasizlar. Bahodirjon Mullajonov deb qidirasiz. Qattiq bilan ostki chiziqcha orasida mana 2100 odam bor. Telegram kanalim turibdi. Rasmida bunaqa IT'larim degan yozuvi bor. Va eng foydali kanal deb bekorga yozib qo'yilmagan. Bu kanalga obuna bo'lib qo'ying. IT'ni eng qaymoq joylari mana shu kanalda berib boriladi. Eng IT'ni qaymoq joylari va YouTube kanalimdagi hamma chiqqan yangi video darslar hammasi shu joyga qo'yiladi. IT'ni eng qiziq joylari va ITga oid memlar, kulgili joylari va hokazo. Siz uchun foydali bo'lishi kafolatlangan. Obuna bo'lib qolishni tavsiya qilaman. Xo'p, endi ketdik. Menda prezentatsiya bor, axborot xavfsizligi degan. Bu prezentatsiya eng qizig'i mana Berdimurodov degan odam tomonidan yaratilingan. Muallifligi u odamga tegishli. Men yaratmaganman. Akmal Berdimurodov ko'rib turgan, mabodo ko'rib qolsangiz bu videoda sizga tashakkur qilaman, tashakkur aytaman deylammi? Rahmat aytaman umuman olganda. Sizni ma'lumotingizdan foydalanyapman. Chunki internetga ochiq yuklagan ekansiz. Google'dan qidirganda sizga prezentatsiya chiqib kelgan. Men buni universitetlarda dars o'tish davomida foydalanganman 1-2 yildan beri. Menimcha siz ham adashmasam, siz ham universitetda dars berasiz. Ma'lumotlari juda ham yaxshi qilingan, prezentatsiya juda ham yaxshi va shuni men hozir tushuntirib bermoqchiman obunachilarimga. Umuman bu sohaga qiziqishingiz bo'lsa, sizni kuzatuvchilarda kommentga yozinglar. Xavfsizlik bo'yicha yana keyingi video darslar chiqishini xohlasanglar, men o'zim xavfsizlik dasturlarini ishlatish yoki kodlash jarayonlari, kodni yechish kabi amallarni ham bajarib ko'rsatib o'rgatishim mumkin. Xo'p, mana xavfsizlik. Biz kompyuterimizda ma'lumotlarni, uylarimiz eshiklarini qanday himoya qilsak, xuddi shunday himoya qilishimiz kerak deyapman. Uyingizni kaliti qanaqa himoyalansa, sizni kompyuteringiz ham, ma'lumotlaringiz ham shunday himoyalanishi kerak. Chunki bu birovni qo'liga tushib qolgandan keyin boshqa maqsadlarda ishlatilib ketishi mumkin. Kiberxavfsizlikning ahamiyati. Internet bo'lgani uchun xavfsizlik o'g'irlovchilar, tajovuzkorlar yerni istalgan joydan foydalanishi mumkin. Va bunaqa xatarlar, qanaqa xatarlar bor mana? Shaxsni o'g'irlash, pul o'g'irlanishi, huquqiy imtiyozlar. Ya'ni huquqiy imtiyozlar degan narsa qaysidir saytlarda ularni imkoniyati oshib ketishi ham shunaqa narsa, ya'ni imkoniyat privilegeniya degan narsa bor. Siz как adminga o'xshash imkoniyatlaringiz ochilib ketadi-da, saytdagi ma'lumotlarni o'chirish yoki yangilash aslida oddiy kuzatuvchi bilan imkoniyatlar bo'lmasligi kerak. Lekin xavfsizlikni buzib kirilganda shunaqa imkoniyatlarni ham olib qo'yishi mumkin. Bu kerak bo'lsa pul o'g'irlanishdan ham qattiqroq qoida buzilishi aslida. Keyin mana bu yerda kiber jinoyatlar, cracker kim, hacker kim hammasi tushuntirilgan. Keyin mana bizda nima yetakchi tahdidlar bo'ladi mana. Xavfsizlik buzilganda nima tahdidlar bor? Viruslar, kompyuterlarga viruslar tushishi, keyin qurtlar deyapti, worms. Bu ham aslida virus turlari bular ham. Bu qurtlar eng tez tarqaluvchi va ko'paygan holda tarmoqlarda tarqaluvchi bitta virus turlari aslida. Keyin troyan otlari, mantiqiy bombalar, ijtimoiy muhandislik, ildiz to'plamlari, rootkitslar, botnetlar, zombilar, maynerlar xavflari bor. Yetakchi tahdid, eng asosiy tahdidlar shulardan iborat.
va bularga hozir prezentatsiya davomida har biriga batafsil to'xtalib chiqamiz. Viruslar mana. Virus o'zi aslida dastur va disk ichida bo'ladi. Diskka internet orqali tushib qolishi mumkin. Siz o'yin yoki programma deb ko'chirib olgan narsangiz ichida virusi bo'ladi ba'zida. Shuning uchun himoyalanmagan, istalgan to'g'ri kelgan saytdan ma'lumot ko'chirib olish unchalik ham to'g'ri ish emas. Siz o'z-o'zlarni o'yinda o'rnatish va o'yinni ikki marta bosib ichiga kirish yoki programma o'rnatib uni ichiga kirish orqali virusni aktivlashtirib qo'yasiz, ishga tushirib qo'yasiz. Va virus ichida nima yozilgan bo'lsa, u yomon ishini qilishni boshlaydi. Virus bu aslida dastur, virusni yaratuvchilar bu aslida dasturchilar. Shuni tushunib olishimiz kerak boshida. Lekin nima desa bo'ladi? Bu yomon niyatli dasturchilar desak bo'ladi. Ya'ni hamma dasturchi ham virus yozmaydi. Ichida yomonlik xohlagan, yomonlik tarqatib yuborish xohlaganlar virus yozishi mumkin. Xo'p, mana qurtlar degani, bu qurtlar worms asosan tarmoqda tarqaladi. O'zini o'zi takrorlaydigan va nusxalarini ko'paytiradigan kompyuterdan kompyuterga tarmoq ulanishi orqali yuboriladigan mustaqil dasturlar ekan qurtlar. E, Bu e'tibor bersangiz, qayerda tushgan e'tibor bergansiz bunga, e, kompyuterlar o'zidan o'zi joyini to'ldirib qo'yadi. Ya'ni bitta virus, bitta worm, qurt yana ko'payadi, o'zini ko'pay qiladi, 100 ta bo'ladi, 100 ta, 1000 ta bo'ladi, 1000 ta, 10 mingta, shu cheksiz darajada ko'payaveradi bitta ma'lumot. Va bu sizni qattiq diskingiz yoki SSDingiz maksimal to'lib qolguncha jarayon davom etadi va bu orqali shunaqa zarar yetkazadi. Va bu eng qizig'i, sizdan boshqa joyga ham tarqashi mumkin va sizdan keyin boshqa o'rtog'ingizni kompyuteriga o'tsa, masalan, u o'rtog'ingiznikini ham to'ldiradi. Shu orqali mana hamma yoqda qurt bosib ketadi. Ajoyib. Endi bizda yana ikki xil virus turlari kelyapti: mantiqiy bombalar va troyanodlar. Mantiqiy bombalar degani bu aniq vaqtga qo'yilgan zararli dasturlar. Ya'ni buni mantiqiy bombalarda yaxshilikka ham ishlatishadi dasturchilar. Ya'ni masalan, bizda programmalar bor. Qanaqa 30 kunlik vaqt rejimida ishlaydiganlar bo'ladi. Masalan, demo versiyalar, programmalar, o'yinlarda demo versiyalar bo'ladi. Sizga reklama sifatida 30 kunga tavsiya qilib qo'yilgan. 30 kun ichida sotolmasangiz 30 kundan keyin ishdan chiqadi. Ishlamay qoladi. Bunda mana ichida mantiqiy bombasi yozilgan bo'ladi o'yinda. Siz shunaqasi bilan beradi sizga. 30 kun sizga to'liq ishlaydi, hamma narsani ishlataverasiz. 30 kundan keyin mantiqiy bomba portlaydi. Ya'ni ichidagi programma yo o'yinda kerakli joyini o'chirib yuboradi o'zi avtomatik. Va o'chirib yuborgandan keyin dastur ishlamay qoladi. Shunaqa ishlash prinsipi. Lekin bu yaxshilikka ishlatish holati. Yomonlikka mantiqiy bomba ko'rinishida yozib tarqatganlar, lekin dahshatli narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, yangi yilga sizni kompyuteringizdagi hamma narsani o'chirib yuboradigan mantiqiy bomba yozib uni tarqatsa, buni siz tushirib olsangiz, yangi yilga sizga juda zo'r qo'shtirnoqchida juda zo'r sovg'a bo'ladi. Yangi yil kuni kelganda kompyuterdagi hamma narsa nolga kirib o'chib ketib qoladi. Ko'ryapsiz? Mana shu mantiqiy bombaga bitta misol. Endi troyan otlari, troyanskiy virus degan antivirus ishlatadiganlar eng ko'p tarqalgan virus turi. Bu nimaga troyan deyiladi? Kino bor, Troyada troyan ota degan urushda qo'llanilgan. Ya'ni qasrni yengish olmaydi hech ham va juda chiroyli katta ot yasab qo'yishadi. Uning ichiga askarlar to'ldirib qo'yilgan bo'ladi. Va uni ichkari qasrning ichidagilar olib kirishib oladida va kechqurun bayram qilib hammasi kayf bo'lib qolgan holatda uning ichidagi askarlar chiqib hammani o'ldirib qasrni egallashadi. Ya'ni aslida sovg'a emas u, ichida dushmanlarga to'la va uni sovg'a deb ichkariga olib kirishib oladi. Nimaga troyanskiy virus deydi? Aynan shunaqa ishlash tizimida qilingan virus bu. Ya'ni siz uni aslida o'yin yoki foydali dastur deysiz. Albatta uni o'yini ham bo'ladi, foydali dasturi ham bo'ladi ichida. Siz uni ko'chirib olasiz. Bu yoqda sizga aytgan kerakli qilib turadi. Lekin 700 megabaytli virus yoki o'yiningiz aslida 200 megabaytli o'yin yoki dastur bo'lib, qolgan 500 qismi virus bo'lib ishlar balki degan joyini siz hech qachon o'ylab ham ko'rmaysiz. Va u siz bilan birgalikda bu yoqda aytgan o'yiningizni o'ynaverasiz, programmangiz ishlayveradi. Shu bilan birgalikda 500 megabaytda u ma'lumotlaringizni o'g'irlashni boshlaydi. Ya'ni
Sizni ma'lumotlaringiz transvirus yozgan dasturchiga ketadi. Internet ishlatasiz doim, siz sezmaysiz ham buni. Internet sal ko'proq ketadi va virus narslaringizni o'g'irlashni boshlaydi. Ma'lumotlaringizni nima qayerda joylashgan yoki boshqa boshqa narsalaringiz. Aynan virusda ishlash tartibi shunaqa. Xo'p, ijtimoiy muhandislik degan yo'nalish bor. Bu hozirgi kunda juda ham avj olgan. Aynan mana bu sizni aldab telefoningizdan pul yechib ketadiganlar, plastikni o'g'irlatib, pulni o'g'irlatib yechtirib qo'yadiganlar aynan ijtimoiy muhandislik deyiladi. Bu sal tarjimada ozgina shubha qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu rus inglizchada yana ham tushunarliroq edi. Mayli, o'zbekcha gaplashaveraylik. Ya'ni mana telefon qo'ng'irog'i kelyapti. Bu Said tizim ma'muri. Men Saidman. Ani tizim administratoriman. Ya'ni siz ishxonangizdagi anaqa tizim administratoriman. Ya'ni buxgalterman. Menga plastikingizni parolini ayting. Biz parollarni o'zgartiryaptik yoki shu yerda o'zgartiryaptik deb so'radi. Yoki bankdanman deb telefon qiladi. Bilsanglar agar parolingizni so'raydi. Mana SMS boradi, shu SMSda nima borganini aytib yuboring deydi. Mana shu yerda siz tushasiz, qopqonga tushasiz. O'zi aslida hech qachon buxgalter ham, bank xodimi ham sizni danlilaringizni olmaydi bunaqa holat. Kodingizni so'ramaydi. Qaysidir kodni aytib yubor desa, u firibgarligi 100%. Yoki mana boshqacha ko'rinishi. Siz qaysi millatdansiz? Sizni onangizni qizini ismi nima? Sizni birinchi kuchugingizga nima ism qo'ygansiz? Esingizda bo'lsa, bunaqa login parollar, ana sekretniy вопрос deb login parollari qo'shimcha yozib qo'yiladigan narsalar. Shunaqa savollarni berishni boshlasa ham odamlar sizga, sizni parolingizni buzishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Keyin elektron pochtaga bank sizni hisobingizda muammo borligini sezdi va bir narsa deb ma'lumotingizni o'g'irlasa, firibgarligini shubhalanishingiz mumkin. Xo'p, mayli. Keyin phishing xavflari ham bor, qalbaki elektron pochtalar. Ya'ni aynan bor saytni o'ziga o'xshatgan kopiyasini yaratishadi veb-saytda. Ya'ni bunda saytni yozilishiga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, click.uz tugaydida yana .com bo'lishi mumkin. click.uz.com. Bizdagi sayt haqiqiy original click.uzda tugaydi. Lekin click yoki 3 ta k bo'lib qoladi. click.uz uz ham bo'lishi mumkin firibgarlarda ham. Olish qiyin emas uz domenini. Lekin aynan originali bo'lmaydi. K ikkita bo'lib qoladi, A E bo'lib qoladi. Shunaqa joyda veb-saytlar qanaqa yozilishiga ham originallariga e'tibor bering. Phishing shunaqa qilib, u saytda siz kirib login parolingizni kiritib qo'ydingizmi soxta saytga, phishingga. Bo'ldi, login parolingiz u firibgarni veb-sayt anaqa saytida hamma narsa kiritgan narsa unga o'tdi. Bemalol bankomatlaringiz, pullaringizni, plastiklaringizni yechib olishi mumkin. Plastikka login parol kiritadigan phishing saytga narsa kiritib qo'ydingiz, bo'ldi. Pulingiz nolga yechiladi, hamma pulni yechib qo'yishadi. Botnetlar. Bu botnetlar degan narsa buzilgan kompyuterlarda zombiga aylanish jarayoni. Ya'ni sizni kompyuteringizga tushgan virus sizni resurslaringizni ishlatishni boshlaydi. Ya'ni operativkangiz 4 gigabaytlik, 3 gigabayt operativka doim ishlab turadi o'zingiz. Kompyuter hech narsa qilmaydi. Bu yoqda u botnet tushib olgan sizga va o'zi buyruq jo'natadi. Egasi nimadir ish tiqil deb bu yoqda videokartangiz bilan protsessoringiz ish tiqilaveradi. Sizga interfeys ko'rinmaydi, umuman chiqmaydi sizga. Lekin ishlayveradi, qizib ketadi, kompyuteringiz qotadi. Bu yoqda o'zi ish qilayotgan bo'ladi doim va uni ish tiqilib yana egasiga jo'natadi. Ya'ni resurs ishlanadi. Va shu ishda shunaqa zombiga aylanib qoladi. O'zi ish qilib yotaveradi, siz aytgan ishlarga qiynaladi. Chunki resurs zaif bo'ladi. Keyin o'rta odam hujumi degan narsa bor. Bu VPN problemasi. VPNda doim ehtiyot bo'linglar. VPN ishlatganingizda siz katta xavf yonida turasiz. Ya'ni firibgarlar ichida ham VPN orqali firibgarlik qiladiganlar juda ko'p. Shuning uchun aynan VPN ga ishlash ishonish xavfli narsa. Chunki VPN degani siz va veb-sayt o'rtasida uchinchi odam o'rtada turishi degani VPN bo'lib. Ya'ni masalan siz bizni hududda ishlamaydigan sayt bor, masalan TikTok sekinlashtirilgan, yaxshi ishlamaydi. TikTokga kirish uchun VPN ishlatasiz.
Ya'ni siz Germaniyani VPNdan kirganda Germaniyada turgan VPN servis qanaqadir? U o'rtakashlik qiladi o'rtada. Siz ma'lumotingiz to'g'ridan to'g'ri TikTokdan Xitoydan kelmaydi. Siz ma'lumotingiz Germaniyaga boradi, Germaniyadan Xitoyga ketadi. Xitoydan Germaniyaga keladi, Germaniyadan sizga keladi. Shu ko'rinishda o'rtakash turadi va eng qizig'i sizni hamma ma'lumotlaringiz o'rtadagi odam uchun ochiq bo'ladi. Parolingiz ham, loginingiz ham, boshqa hamma narsa ochiq. Sizni nomingizdan u boshqa ishni bemalol qilishi mumkin. Sizni nomingizdan o'rtaga login, parol ma'lumotlarni shunda olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun VPNlar doim xavfli. Esingizdan chiqmasin. Ho'p, rootkitlar. Rootkit nima desak, bu hmm, bu ikkinchi qurilmani ichkarida joylashib olishi. Buni biz qayerda ko'rdik? Telegramlarda ko'rdik. Ya'ni siz login parolingizni berib qanaqadir prilojeniyega kirib olganingizdan keyin dostupni ochib qo'yasizda bilmasdan. Va boshqa odam, yovuz niyatli odam sizning Telegramingizni ichida yurgan bo'ladi. Kimgadir xabar yozishi mumkin, sizni ma'lumotlaringizni olishi mumkin. Aynan shu narsa rootkit deyiladi. Bunga ham juda ham xavfli narsa, e'tiborli bo'lishingiz kerak. Keyin parollar, parolni buzish, qarang. Agar siz mana parol buzadigan programmalar borda, ya'ni randomniy ko'rinishda sekundiga necha minglab kombinatsiya kiritish orqali sizni ma'lumot parolingiz topib oladi. Ya'ni 4 ta 1, 3, 112, 113, 114 kabi kombinatsiya sekundiga minglab kiritish orqali parol buzish jarayoni boshlanadi. Shuning uchun sizni parolingizni boshqa harf kichik harf ishtiroki, katta harf kichik harf yoki qanaqadir belgilar orqali parolni murakkablashtirish shunaqa programmalarni buzish imkoniyatini deyarli yo'qotadi. Mana faqat 8 ta belgidan iborat bo'lsa, istalgan parolni 3-4 minutda buzish mumkin ekan mana. Agar barcha katta kichik klaviaturalarni qo'shsangiz bunga 2 soat ketar ekan, 3 minut 4 minut emas. Yoki 12 ta belgi bo'lsa 96 yil, mana 12 ta belgi, katta kichik va belgi nimalar qo'shsangiz 500 yilgacha mana buzib bo'lmaydigan darajaga chiqarib yuborishingiz mumkin. Buni jadvalda shu narsa tushuntirilgan. Endi menimcha video darsim ancha cho'zilyapti. Sizlar uchun qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Bu bo'yicha hali darslar juda davom etkazamiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa, antiviruslar tushuntirishim mumkin, antivirus o'rnatishda o'rgatib berishim mumkin. Brand Maur bilan ishlash bor. Mana Firewall bu ham juda zo'r narsa. O'rtaga devor qo'yish va faqat siz aytganlarga dostup berish imkoniyati bor. Ya'ni hamma ma'lumot sizdan, hamma prilojeniya o'yiningiz internet ishlatmaydi, faqat o'zingizga dostup berganlaringizni ishlatasiz. Firewall juda zo'r narsa. Aynan Troyanskiy virus ishlayotganini sezib qolishingiz mumkin shu bilan. Operatsion tizimni o'zidan himoya qilish, ya'ni Windows Defender bor. Kuchli parollar ishlatish. Mana kuchli parollar yaratish imkoniyati, parol bo'yicha ko'rsatmalar berilyapti. Ijtimoiy muhandislikda saqlanish, ahmoqona xakerlar fokuslaridan qochish, xavfsiz biznes operatsiyalari, muhim ma'lumotlarni zaxiralash, kiber hodisalar to'g'risida xabar berish, firibgarlikni aniqlash. Bu bizni keyingi darsimizda bo'lishi mumkin. Agar video darsingiz uchun qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kommentga yozinglar, davomi chiqishini xohlayman deb, va bemalol kommentda savol bersanglar, shu soha bo'yicha o'zim bilganlarimga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bu yerdan chiqib turib bu fayldan endi sizlarga Telegram kanalim yana bir tavsiya qilib ketishim kerak. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, Bahodirjon Mullajonov deb qidirasiz qattiq bilan, ostki chiziqcha bor orasida 2100 ta odam, siz ko'rayotganda bundan ko'proq bo'ladi. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Rasm bunaqa ko'rinishda siz uchun IT ni eng qaymoq joylarini aynan shu Telegram kanalimda berib boraman. YouTube kanalimdagi har bitta chiqqan yangi video dars shu yerda e'lon qilinadi. Kulgili mem ko'rinishidagi ITga oid ma'lumotlar ham beriladi. Qiziqarli, foydali. A'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat hammaga. Sog', salomat bo'linglar.